Osiyo bo'yicha eng chempioniga yetib keldik biz. O'rtoqlar egalarini haqqlariga bitta duo qilib qo'yasizlar. Akamizga hobbiga boqqan ekanlar. Samarqand viloyati Qorasuv shahridamiz. Fermeringiz nomi nima? Amir Damir Agro. Amir Damir Agro degan. Yevroaziyada bitta devotlar u Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa davlatlarga mana atletni zo'ri 2 tonnali buqa. Do'stlar 2 tonna. Menda zo'ri bor degan odamga akamiz men mana chiqarib beraman dedilar. Men qarang. Amir Damir Agro. Ya'ni Furqat akamiz fermalaridamiz. Necha yil bo'ldi siz buqa bilan boshlaganingizga? 4 yil bo'ldi buni va bizlar yoshligimizdan bol boqamiz. Bu 4 yil bo'ldi. Bu o'zi aslida qoni Fransiyadan kelgan bu. Qoni Fransiyadan kelgan, Qozog'istonga tug'ilgan bu. Qozog'istonga tug'ilgan bu. 4 yil bo'ldi. 4 yildan beri boqamiz. Olgan summangiz necha pul bo'lgan? $1400 patsos bo'lgan olganman. Necha oylik bo'lgan shunda patsos? Shunga bir 7 oylik buzov edi-da, buzov edi. 7 oylik buzov edi. Bizga qarab, basharasini bir boring. Sal kallasini haydab yoqa. Bo'ldi. Lekin necha yillik tajribangiz bor o'zingiz bu chorva yo'nalishiga necha yil bo'ldi chiqqaningiz? Ustozimiz, adamiz bo'lgan ustozimiz. Bizlar shu Sho'ro bozoriga katta bo'lib, Sho'ro, hey! Adalarini Alloh rahmat qilsin, haqqilariga duo qilib, jonlanar jannat bo'lsin mana. Ota kasb har kimga ham nasib qilmaydi, eplab ketish. Lekin akamiz haqiqatdan ham men qarang. Arqa tushib ketdi men bu videoga sig'diraman deb. Juda. Buni endi kattalik bo'lsa bitta ko'chaga yurg'izib Chiqamiz. Ehtiyot bo'laylik, faqat men bunda. Bu yoqqa turinglar, bu yoqqa. Chiqib oling, mana bu tomonga turib, bu yoqqa. Hayda, asta iloq. Bu qarang, Samarqandda haqiqiy obunachimiz, haqiqiy qassob, haqiqiy mana chorvalarni ham ko'rsatib ketamiz. Ratsionni ham o'ldirib qo'yibdilar. Men qarang, maşalloh. Hayda. Bunda ol. Hayda. O'tmaydi bu. Ol sen kameringni. Qo'rqoqda, latokdan o'tgan qo'rqoqda. Bu yoqdan haydab kelamiz, oldiga. Bu yoqqa kel, oling, bu yoqdan haydab kelamiz. Chi, gel. Mana do'stlar. Ko'rsatib beraman. Mayli, farqi yo'q. Furqadagi xolisi shu yerda o'zida olamiz. Oldinga yur. Yonidan o'tadi. Yur, oldinga yur. Yuraver oldinga. Olim sen ham yugur oldinga. Ana buringlar oldinga yuraver. Hojaga. Babay. Chorvangizdagi buqalarni ham ko'rsataverasiz. Sotiladi, to'g'rimi? Farqi yo'q. Yuraver, yur. Urma. Yuring, urmang. Vur bu yoqqa o't. Alloh rozi bo'lsin. Oldinga bor, olim, oldinga bor. Ko'ziga urding, jalab. Astag'firulloh. Sekin. Mana. Bor bitta shvetsiyani haydab chiqinglar. Menga ber tayoqni. Maşallah, mana. Bak, yishko. Timi, qochib turing akasiz. Bor, Sibirga haydab kel Shvetsiyaga. Hay. Shvetsiyaga haydab kel. Qani eng zo'rini aytib ketaman. Xudo xolasa bu xo'sh, O'rta Osiyoda bitta Furqadagi Labay. necha yildan beri mehnatingiz ketdi bunga? Bunga 4 yildan beri boqaman, 4 yildan beri. Sotiladigan novoslaringizni bitta video qilib yuborsak bo'ladimi? Farqi yo'q. Nima qilaveramiz? Bu sotilmaydi. Buni shunda platinaga olib borib beramiz, o'sha yerdan sotamiz. Bir ish qivozi bo'lsa beramiz, pulini nima qilib yoramiz? Zakotga berib yoramiz, xudo xolasa. Ehsonga, zakotga akamizga men iltimos qildim, bitta rolik qilaylik. Kelishga keldik mana-da. Mana. Stop. Bu shu Samarqand hokimini ko'rgan buqa. Intervyularga, televizorlarga chiqqan mana. Jonli ijroda. Mana qarang. 2 tonnali. Har bir bandaga nasib qilsin. 2 yil oldin tortganingizga necha kilo chiqdi dedingiz? 1 tonna 370 kilo kelgan edi. 2 yil oldin tortganlarida. Stop. Mana qarang. Stop. Jonivor. Stop. Bitta sigir qo'yib qo'ysa bo'ldimi oldiga? Olib keladi hozir. Cha. Hey. Ha jonivor. Yomon nima qiladi sigirlarni? Hey. Ishon buqa mana bir qilsa. Stop. Yugurtirmoqchi emaslar.
Ana shuni olaylik. Qani. Havas qilganlar xudo xolasa bir dona like bosib, videodan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa telefon nomerlarini ekran ostiga yozib qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa sotaveramiz, oda shu o'zida o'xshab qolsa. Farqi yo'q. Puliga ish kelishsa berib yuboramiz, farqi yo'q. Mana. Qani eslatib o'tamiz, kim olsa ham baraka topadi, xudo xolasa. Bunaqa chiqmaganda O'zbekistonga bunaqa chiqmagan Odiljon O'zbekistonga bu ishqiboz bir nimaga padarkaga bo'lsa ham olib ketaversin, gap yo'q. Shu O'zbekistonlik bir katta akalar olib borsinlar, havas mazasiga miramir chisti go'shti, miramir bo'lib ketgan buni go'shti. Bular mana orqalari. Tabiiy ovqat edi, bunaqa anaqa zaharli ovqatlar yemaydi, bu tabiiy o'zi. Ukolga yo'q, ukol yo'q, faqat shu qora son, ana bu oqsil, poqsil kasaliga qilam, boshqasiga qilmaganmiz вообще. Mana. Qarang, endi navbatda bular tursin, sotiladigan buqalarga berib ketamiz. Men 2 tonalidan boshladik. To'xtam bitta kallasini ko'tarsin, bu yoqqa. Mana qarang. Do'stlar, bitta aylantiring. Faqat boqib bo'lgan akamizning bitta chorvalariga, xonadonlariga. Katta sigirni qarang, yonboshiga ko'rinmaydi. Baraga bersin, bitta duo qilib qo'yasizlar. Ana katta sigirni qarang, yonboshiga ko'rinmaydi. Aha, mana. Jonivor. Rosa ulaga alam qilyapti. Bular anaqaga chiqqaniga. Ketdik bo'lmasa, sotiladiganlarini ham ko'rsatamiz. Bular ham sotiladi. Ma. Necha baho qo'yasizlar? Boq bo'lganlariga, kommentariyaga bitta yozinglar. Sizlardan iltimos, mana. Nega bunaqa buqa bor deb o'ylamadim. Zo'raga tan berish kerak. Platinaga olib boramiz deb bu utalab bo'lmaydi, taroziga kirgizib bo'lmaydi. Ko'ryapsan-ku, to'g'ri yo'lga haydab bo'lmaydi. Mana hurmatli obunachilar, birimni ketdan ko'rsatib ketamiz. Boqmalaridan tortib, yemlayotganlarigacha bor. Soni necha bosh bor hozir mol? Bu yerga 400 dan oshiq. 400 dan oshiq molimiz bor, bemalol sottiramiz, xohlagan. Farqi yo'q. Qassoblarga ham jalb qilsak bo'ladimi? Semizmi, boqmami, sigirmi, buzovmi? Tuya kerakmi, tuyani ham oling. Mana. Tuyani ham beramiz. Tuya ham bor, 2 dona. Hozir men oldidan ko'rsatib ketamiz. Bo'rin bularda ketin biladi videolar. Qochaga ham xudo xolasa tuya sotiladi. Tuyalarga nech pul so'raymiz ikkitasiga? Nech puldan so'raymiz bularga? 10 milliondan berib olamiz. 10 milliondan. Bular ketdi. Bularchi? Bu buqachalar. Bular 25 dan 28 gacha. 20 nech puldan? 25 dan 28 gacha. 25 dan 28 gacha do'stlar, mana. 400 bosh, ishoning, 400 bosh mollari bor. Siz mana bunaqa tayyor so'yilishga, mana bunaqa tayyor semiz, qisir sigir qidirayotgan ukalarimizga ham manzilimiz Samarqandda. Bu yoqda mana tug'yotibdi. Ona bola. Xohlaganinglarni tanlab olib ketishinglar mumkin, qarang. Qarang. Endi tegin berib yoraman. Shuna? Boy mol bozga ayting. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta korpus. 6ta ekan korpus. Oxirida ham bor ekan, bekinib turgan. Biz hozir keldik. Men o'zim sayohat qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Birdiga o'tqiz olmasak 05 ga kichkina bo'lib qoladi joylarimiz ham. Mana. Tayyor Samarqand, bu yoqda Jizzax, bu yoqda Sirdaryo, narigi boshida Xorazm, Qoraqalpoq, Nukus, Buxoro, Qashqadaryo, aytilmagan Navoiy viloyatlarida qassob aka-ukalarimizga tayyor semirgan, xudo xolasa yetilgan buqalarimizni mana videoda ko'rsatib beramiz. Tanlab oling, maza qiling. Bu shoxli variantlar. Shoxsizlarni ham ko'rsatib beramiz. Mana. Bezbetlarni qarang yotishini. Hoppa. Nega joylari juda ham katta. 3,5 gektarlik ferma. Kelish qolsa fermani ham sotadilar. Mana. Mana qarang. Ko'rsatib chiquning Odiljon deganlariga o'zim ko'rsatib beraman. Bir dona like bosib, pattishka deb o'ylaylar. Lekin ana 2 tonna, xudo xolasa, usti chiqsa chiqadi, osti chiqmaydi. Buqa. Voh, shum katta. Yonidan ko'rsangiz, tan berasiz. Zo'riga tan berish kerak. 400 tomon hammasi sotiladi. Sotilmasa bo'lmaydi. Hammasi ketadi. Xudo xolasa,
bundan ham katta ferma olibdilar. O'shanga zagotovka qilaman deyaptilar. Ketdim, yurur charchab ketdim. Bu tarafda qarang, bu tarafda ham bor boqmalar. Mana. Zagon juda ham ko'p. Korpusi vobshim ko'p. Yonma-yon tushgan 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta korpus mana. Qarang. Puliga, toshiga, taroziga o'zingiz kelishib, telefon orqali bog'lanib olishingiz mumkin. Ablikol, Greenford, Simmental, Mickey Mouse shoxsiz variantlari ham bor. Mana bu etakka kiramiz. Mana qarang. Bular ham sotiladi. Xudo xolasa, sizga tushib qolsa telefon qiling. Tushganini qarang. Kichkina kamerada olib beramiz agar. Atak mana. Hammasi toza. Oqayuvlar ham bor. O'zlari olib keladilar. Birinchi qo'l, optimchi. Akamizni telefon nomerlarini yozib olsangiz, aloqaga chiqsangiz, Primoy Rossiyadan ortilganlar bor hozir. Sizga tushadi. Mayskidan o'tar ekan, pulini gaplashasiz. Savdo qilib olishingiz mumkin mana. Mol juda ham ko'p, 400 bosh. 4 ta yo'q, 5 ta emas. Ratsionlari keladigan bo'lsak, qovun qoqidan tortib, beda, somon, o'sha Sxoy boqarganlar ideal agro kanaliga o'tib ko'rsanglar, qanaqa boqish ratsionlari bor. O'shalarga prosta qovunni shirali chiqsin deb mana ratsioniga maydalab jem qilib qo'shib chiqaryaptilar. Endi u priятный hid kelyapti. Yemaga maza qilib olasiz. Puli boqadiganlari, ishqibozligiga oqini olaman degan akalarimizga ham oqilarni tavsiya beramiz. Samarqand viloyati Qorasun mahalla Damir Amir Agro fermer xo'jaligimiz. Uzoqlarni yaqin qilgan bo'lsa, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar do'stlar. Video uchun albatta bitta komment yozib ketinglar. Zero sizga, bizga va bizlardan ana videolarimizni ko'rgan obunachilarimizga nasib qilsa qarang. Film tugadi do'stlar.